Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, guruhdoshlar. Mening dissertatsiya mavzum kimyo texnologiya sohasida chiqindi gazlarni qayta ishlash jarayonini takomillashtirish deb nomlanadi. Mazkur mavzu bugungi kunda juda ham dolzarb hisoblanadi. Sababi chunki sanoat korxonalarida hosil bo'layotgan chiqindi gazlar ekologik muammolarning asosiy manbalaridan, omillaridan biridir. Ularni qayta ishlash orqali atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalarni kamaytirish hamda foydali kontentlarni, ularning tarkibidagi foydali kontentlarni ajratib olish imkoni mavjud. Mana shu tadqiqotning asosiy maqsadi chiqindi gazlarni qayta ishlash jarayonini samarali va iqtisodiy jihatdan foydali usullar yordamida takomillashtirishdan iborat. Ya'ni shu jarayonni takomillashtirishdan iborat mening asosiy vazifam. Yana ikkinchi vazifalarim quyidagilardan biri. Misol uchun, mavjud gazlarni tozalash texnologiyalarini o'rganish, optimal reaksiya sharoitlarini aniqlash, yangi katalytik jarayonlarni tahlil qilish va taklif etish. Tadqiqotimning obyekti neft va gazni qayta ishlash jarayonini hosil qiladigan chiqindi gazlar, predmeti esa ularning qayta ishlash va tozalash texnologik jarayonlaridir. Mening gipotezam shundan iboratki, agar chiqindi gazlarni qayta ishlash ilg'or kimyoviy texnologiyalar qo'llanilsa, ular nafaqat ekologik xavfsizlikni oshiradi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi. Tadqiqotning natijalari amaliyotga tatbiq qilish orqali chiqindi gazlardan foydali mahsulotlarni olish, ishlab chiqarish, xarajatlarni kamaytirish va atrof muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.